Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun biz o'sha IDC birinchi qismning 24-mavzusini o'tamiz, ya'ni chiziqli tengsizliklar va tengsizliklar sistemasini o'tamiz. Undan oldin esa o'sha chiziqli tengsizlik va tengsizliklar sistemasiga ta'rif berib o'tishimiz kerak. Xo'p, birinchisi o'sha chiziqli tengsizlik. Chiziqli tengsizligimiz, ya'ni o'sha masalan biron bir chiziqda funksiyani oladigan bo'lsak, masalan x + 7 teng y degan bitta chiziqni oladigan bo'lsak, koordinatalar sistemasida o'sha funksiyani chizib olamiz. Ya'ni bu chiziqning tenglamasi, to'g'rimi? Chiziqning tenglamasi. Demak, bu chiziqning tenglamasi bo'lgandan keyin koordinatasi x ga 0 beradigan bo'lsangiz, y imiz 7. Taxminan mana bu yerda 7. Y ga 0 beradigan bo'lsa, x imiz -7. -7 mana bu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, chiziqli tengsizliklar sistemasi endi mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. O'sha biz bilgan ishoralar, ya'ni birinchi ishoramiz katta ishorasi, kichkina ishorasi, katta yoki teng, bu kichik yoki teng ko'rinishdagi ishorasi, to'g'rimi? Kichik yoki teng bo'lgan ishora tengligi. Xo'p. Endi misol uchun mana bu katta yoki tenglik ishorasi mana bu funksiyani qaysi qiymatini olishligimizni beradi. Ya'ni masalan aytadigan bo'lsak x + 7 0 dan katta deydigan bo'lsak. X + 7 bizning qiymati 0 dan katta degani bu y imizning qiymati 0 dan katta deganimi? To'g'rimi? Y imizning qiymati 0 dan katta degani. Y imizning qiymati 0 dan katta bo'ladigan qism mana bu nuqtadan yuqoriga qarab ketadi. Ya'ni mana bu chiziqlar bo'ladi, to'g'rimi? Funksiyaning mana bu qiymati. Ya'ni x imiz mana bu yerda y imizning qiymati masalan x nechidadir? Masalan x -6 dami, -7 dami qiymatlari yuqoriga qarab ketaveradi, to'g'rimi? Ya'ni bizga y imizni 0 dan katta bo'lgan qiymatlarni olishimiz kerak. Ya'ni mana bu yuqori qismlarda hosil bo'ladigan x larni olishimiz kerak. Ya'ni x larimiz mana bu qiymatlarimizmi? Va o'sha cheksizlikka qarab ketadigan qiymatlarimiz. Bu nima bo'ladi bizda? X + 7 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu xuddi tenglik ishorasiga o'xshab, tengsizlik ishorasi, masalan katta bo'lsa yoki kichik bo'ladigan bo'lsa, tengsizlikning narigi tarafiga o'tkazadigan bo'lsak, manfiy ishora bilan, ya'ni ishorasi qarama-qarshiga o'zgaradi. X katta yoki teng -7 dan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha mana -7 dan katta bo'lgan barcha qiymatlar, ya'ni -7 dan to cheksizlikka qarab ketgan qiymatlarning hammasi bizda o'sha mana bu tengsizligimizni qanoatlantiradi. Ya'ni x + 7 bizda har doim, mana qaraydigan bo'lsak funksiya chizmasiga, har doim bizda y imiz musbat 0 dan katta son chiqadi. Tushunlaringmi? Ya'ni o'sha katta qiymati. Endi buni masalan katta yoki tenglik ishorasini oladigan bo'lsak, ya'ni mana bu -7 ni ham o'sha qiymatga qo'shamiz. Ya'ni mana bu nuqtani ham, mana shu nuqtani ham o'sha 0 ga teng bo'lgan qiymatiga qo'shamiz. Ya'ni mana bu tenglik ishorasini qo'shadigan bo'lsak, bizda mana bunimiz to'rtcha qaus bo'ladi. Ya'ni o'sha -7 ham kiradi degani. Boyagi holimizda esa -7 kirmas edi. Shu sababli shunday. Endi masalan kichkina joyini olaylik. X + 7 imiz bizda kichkina bo'lsa 0 dan. X + 7 imiz 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, o'sha bizda qaysilar chiziq olinishi kerak. Bizdan so'raladigan narsa o'zi mana bu chiziqlarda, mana bu chiziqlarni so'raladi. Bu chiziqlar esa nuqtalar to'plamidan iborat. Mana shu nuqtalarimiz. Endi bizda 0 dan kichkina bo'lgan qiymatlari, masalan mana bu nuqtada y ga to'g'ri olib boradigan bo'lsak, masalan y ga bunday olib boraylik. Y ga olib boradigan bo'lsa, y imiz masalan misol uchun aytaylik -5. Misol uchun taxminan -5, to'g'rimi? O'shanda -5 bo'lganda x imiz nechi bo'ladi? -5 bo'lganda. -12 bo'ladimi? Minusda 12 bo'ladi. Ya'ni o'sha -7 dan bu tarafdagi hamma x larni qo'yadigan bo'lsak, bizda mana shu y imiz faqat 0 dan kichkina bo'laveradi. Ya'ni manfiy bo'lib qolaveradi, pastga qarab ketaveradi. Ya'ni o'sha narsani tushuntirish. Shunda nima bo'ladi bu? X bu ham xuddi shunday -7 dan o'tkazib olsak, x kichkina bo'ladi -7 dan. -7 dan kichkina degani cheksizlikka qarab ketadi. Ya'ni minus cheksizlikdan -7 gacha bo'lgan oraliq olinadi. Bunda ham xuddi shunday, agar tenglik ishorasini qo'yib oladigan bo'lsak, tenglik ishorasini mana bu ikkinchi tengga qo'yib olsak, kichik yoki teng 0, x kichik yoki teng -7 bo'ladi-da, bunda to'rtcha qaus qo'yib, yo'q, cheksizlikka qo'ymaymiz. Cheksizlikka cheksizlikdan -7 gacha deb olamiz. Tushunarli bo'ldimi? Endi xuddi shu narsa qolgan har qanday holda ham shunday bo'ladi. Endi nafaqat 0 bo'lishi mumkin emas, masalan 0 bo'lishi mumkin emas, masalan boshqa son kelib qoladigan bo'lsa, o'sha sonda mana bu tarafdagi chiziqli tengsizlikka o'sha tenglama holida ko'rinishda bo'ladi-ku. Tenglama bo'lsa, mana bu ifodadan qisqartirib yuborsak bo'ladi-da. Masalan, olaylik, mana bunday kelsin. X + 5 bizda katta bo'lsin 7 dan. Mana bunday holda misol kelsin. Ya'ni ikkala bu tarafda har doim 0 kelmasligi mumkin-da. Biz misollarda xuddi tenglamada soddalashtirardik tenglamani. Ya'ni x larni bu tarafga o'tkazirardik, y larni bu tarafga o'tkazirardik. Xuddi shunga o'xshash qilib,
ishlasak bo'ladi. Buni yana misollar davomida ko'ramiz. Xo'p, x + 5 ni masalan 7 dan katta bo'lsin har doim. Ya'ni 7 ga teng bo'lish qiymati yo'q deylik. Mana tenglik belgisi yo'q. Xo'p, shunda nima bo'ladi? 7 ni bu tarafga xuddi tenglamadagiga o'xshab bu tarafga o'tkazishimiz mumkin yoki 5 ni bu tarafga o'tkazishimiz mumkin. Bizda x oddiy bo'lgani uchun 5 ni bu tarafga o'tkazamiz. Shunda x katta bo'ladi. O'sha ayru xuddi tenglikdagiga o'xshash ayru bo'lib ishorasi qarama-qarshi o'zgaradi. 7 - 5 bo'ladi. Shunda x imiz katta bo'ladi 2 dan. Bizda x imiz 2 dan katta bo'ldi. X imiz 2 dan katta bo'ladigan bo'lsa bu nima degani? 2 dan to cheksizlikka qarab ketadi deganimi bor-a? Ya'ni 2 dan katta sonlar 2 dan cheksizlikkacha qarab ketgan sonlar. Endi buni masalan tekshirib ko'rishimiz mumkin. 2 dan katta son nechi bor? Endi butun son, eng kichik butun soni bu 3 bor, to'g'rimi? Agar 3 ni qo'yadigan bo'lsak, 8 katta 7 dan bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni 8 7 dan katta bo'lishi kerak. Masalan, endi boshqa holda olaylik. X minusda 9 kichik yoki teng bo'lsin. Endi bu holda kichik yoki teng bo'lsin 13 dan. 13 dan teng bo'lsin. Bu holda o'sha 9 ni bu tarafga o'tkazamiz, ya'ni tengsizlikning narigi tarafiga o'tkazamiz. Shunda x kichik yoki teng 13 plus 9 bo'ladi. Shunda x kichik yoki teng 22 dan. Bu degani 22 dan kichkina sonlar. Bizda 22 dan kichkina sonlar manfiy cheksizlikka qarab ketadi. Minus cheksizlikdan 22 gacha son qo'yishimiz mumkin. Ya'ni mana bu kirgani uchun oralig'i, ya'ni tenglik ishorasi, kichik yoki teng ishorasi bo'lgani uchun mana buni to'rtcha kaus qo'yamiz. Ya'ni o'sha 22 ham kiradi degan ma'noni anglatishligi uchun. Agar bu tushunarli, chiziqli tengsizlik tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi chiziqli tengsizliklar sistemasini tushuntiramiz. Undan oldin esa doskani yozib olishingiz mumkin. Chiziqli tengsizliklar sistemasini ham ko'rishimiz kerak edi. Chiziqli tengsizliklar sistemasini biror bir formula orqali tushuntirib bergandan ko'ra, misol bilan ko'rsatib bergan qulayroq bo'ladi. Shuning uchun o'sha 5 karali bo'lgan misollarni ko'rib ketamiz. Shular orasida chiziqli tengsizliklar ham bor. Shuning uchun o'shani birato'la o'shanda ham tushunib ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Demak, birinchi misoldan boshlaymiz. Bizda birinchi misolda aytyapti, x - 7 0 dan katta. To'g'ri? X - 7 0 dan katta. Bunda boyaga aytganimizdek, o'sha xuddi tenglamadagiga o'xshab tengsizlikda ham o'zgarmas sonni bu tarafga o'tkazdirganimizda, tengsizlikning narigi tarafiga o'tkazdirganimizda, o'ng tarafiga ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Ya'ni x katta 7 dan bo'ladi. Endi bunda qanaqa qilib yozishni bilmaydigan bo'lsak, o'sha boshda o'tishimiz kerak. Sonlar o'qiga qo'yib yuboramiz. Ya'ni sonlar o'qiga qo'yadigan bo'lsak, bu sonlar o'qida 7 ni belgilaymiz. Mana bunday qilib 7 ni belgilaymizda. Endi 7 ni belgilaganimizdan keyin 7 dan katta sonlar deyapti, to'g'rimi? 7 dan katta sonlar bu tarafda joylashadi har doim. 8, 9, 10 lar bu tarafda joylashadi. Shunda 7 dan kattani bunday qilib belgilaymiz, bu oraliqqa bo'lamiz. Ya'ni ikkita oraliq bunday bo'lamiz. Shunda bizda hamma sonlar bu tarafga qarab ketadimi? Ya'ni 7, 8, 9, 10. Mana shu sohani bo'yaymiz. Bu sohani bo'yaydigan bo'lsak, bizda shu sohamiz so'rayapti. Ya'ni bu sohamizni yozilishi qanday bo'ladi? 7 dan cheksizlikka qarab ketadi. 7 kirmaydi, cheksizlik ham kirmaydi deb belgilanadi. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni o'sha sonlar o'qiga qo'yganimizda mana bunday qilib oraliqlarga bo'lib ishlaganimiz bizga qulayroq bo'ladi. Buni keyingi o'sha misollarda ham yana ham tushunib ketamiz. Xo'p, keyingisi 5-misol. 5-misolda bizda 3 plus 2x kichkina 7 dan. Bunda o'sha 3 ta o'ng tarafga o'tkazib yuboramiz. 2x kichkina 7 minus 3 bo'ladi. 7 minus 3 bo'ladi. Shunda 2x kichkina 4. Shunda endi x ni xuddi biz tenglamada qilganimiz kabi x agar x ni oldida qandaydir koeffitsient tursa, uni bo'lish qilib o'tkazib yuborsak bo'ladi yoki ko'paytirish qilib. Agar bo'lish turgan bo'lsa ko'paytirish qilib, ko'paytirish bo'lgan bo'lsa bo'lish qilib va o'shanda ham tenglamada qanaqa edi bizda manfiy sonni ko'paytirsak yoki bo'lsak ishorasi o'zgarardi, to'g'rimi? Bunda ham xuddi shunga o'xshagan. Agar manfiy songa ko'paytiradigan bo'lsak, masalan, biz hozir minusda olaylik 2x kichkina 4 bo'lib qolgan bo'lsin. Tasavvur qilaylik, shunaqa misol kelgan bo'lsa, biz mana bu minus 2 ni bo'lish qilib o'tkazishimiz kerak, to'g'rimi? Bo'lish qilib o'tkazdiramiz. Faqat agar manfiy son turgan bo'lsa, faqat bitta holda, ya'ni o'sha manfiy son turgan bo'lsa, mana buni ishorasi o'zgaradi. Ya'ni kichkina bo'lgan bo'lsa kattaga, katta bo'lgan bo'lsa kichkinaga o'zgarib qoladi. Ya'ni ishorasini teskari qilib qo'yamiz. Teskari tarafga qaratib qo'yamiz. Shunda 4 taqsim minus 2 bo'ladi-da,
bu minus 2 ni beradi. Ya'ni x'imiz katta minus 2 dan bo'lib qoladi. Mana shu holda o'zgaradi. Ya'ni faqatgina minus ishora ta'sir qiladi o'shanga. Minus ishora kelib qolganda, manfiy ishora kelib qolganda faqat o'shandagina ta'sir qildirib, ishorasini teskarisiga, ya'ni mana bu katta kichik tengsizlik ishorasini qarama-qarshisiga o'zgartirib qo'yiladi. Bunda esa musbat son bo'lgani uchun shunchaki o'zini bo'lib yuboramiz va ishorasi o'zgarmaydi. 4 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 2. Bu x 2 dan kichkina. Buni ham sonlar o'qiga qo'yib yuboradigan bo'lsak, 2 ni belgilaymiz. Bizda 2 dan kichkina sonlarimiz hammasi mana bu tarafda joylashadi. Masalan, 1 0 bu tarafda joylashadi. Shuning uchun mana bu oraliqni chizamizda. Bunday qilib chizib olamiz va shu oraliqni belgilaymiz. Shunda nima bo'ladi? Minus cheksizlikdan to 2 gacha bo'lgan sonlar mana shu tengsizligimizni qanoatlantiradi. Ya'ni minus cheksizlikdan 2 gacha nima beramiz? Masalan, 1 berib ko'raylik. 1 berib qo'yadigan bo'lsak, 3 plus 2 kichkina 7 dan, ya'ni 5 kichkina 7 dan qanoatlantiradi. Tushundingmi? Shuning uchun mana shunaqa qilib belgilab ishlab olamiz. Keyingisi 10-misol. 10-misolni ko'radigan bo'lsak, 6x plus 7 kichik yoki teng 3x plus 1. Bunda ham xuddi o'shanday x larni chap tarafga yig'amiz, o'zgarmas sonlarni o'ng tarafga yig'amiz. Shunda 6x, ya'ni o'ng tarafdan chapga o'tkazilsak ham, chap tarafdan o'ngga o'tkazilsak ham, hammasida ishorasi almashadi. Tengsizlik ishorasi turaveradi. 6x dan ayro bo'lib o'tadi 3x kichik yoki teng 7 bu tarafga manfiy bo'lib o'tadi, ya'ni ishorasi o'zgaradi. Minus 7 plus 1 bo'ladi. Tushundingmi? Hop. Minus 7. Shunda 3x kichik yoki teng minus 6 bo'ladi. Endi biz mana bu yerda minus bilan chalg'ib qolmanglar. Bizda faqat x ning oldida manfiy tursa, bu tarafda manfiy tursa o'zgarmaydi ishora. Faqat x ning oldidagi koeffitsient manfiy turadigan bo'lsa, o'shandagina mana bu ishora o'zgaradi. Agar musbat turadigan bo'lsa, musbatligicha qolaveradi, ishora o'zgarmaydi. Tushundingmi? Ya'ni bunda o'zgartirmaymiz. X kichik yoki teng minus 6 taqsim 3 bo'ladi. Bu x kichik yoki teng minus 2 degani. Tushundingmi? Endi buni ham sonlar o'qida chizadigan bo'lsak, minus 2. Minus 2 dan kichkina sonlar nechi? Minus 3, minus 4, minus 5 ketadi, to'g'rimi? Ya'ni mana bu tarafda joylashadi ular, chap tarafda. Sonlar o'qini chap tarafida. Shunda bundan tarafga o'tkaziladigan bo'lsak, buni aslida bunday ikkita qilib bo'lsak ham bo'ladi. Masalan, 2 dan bu tarafga qilib ikkita oraliq ajratib, keyin ishorasiga qaraymiz. Masalan, x'imiz kichik yoki teng minus 2, to'g'rimi? Minus 2 dan kichkina sonlar bu tarafda joylashmaydi, to'g'rimi? Chunki bu tarafda minus 1, 0, 1, 2, 3 bor. Bu tarafda joylashadi. Shunda biz mana bu oraliqda shtrixlaymiz, ya'ni bo'yaymizda mana shu oraliqda olamiz. Ya'ni minus cheksizlikdan minus 2 gacha deymizda. To'rtburchak house. Sababi bizda tenglik ishorasi ham bor. 2 ni o'zini olsang ham bo'ladi degan. Mana bunaqa hollarimizda hammasida bo'yayotganimiz bunday dumaloq qilib ichini bo'yamasdan bo'yaymiz. Sababi bular kirmaydi degan. Ya'ni 2 ni o'zi qabul qilmaydi degan. Lekin agar tenglik ishorasi bo'lsa, mana shu 2 ni o'zini ham bo'yab qo'yamiz. Sababi bu nuqta ham kiradi o'sha oraliqqa. Shuning uchun minus cheksizlikdan minus 2 gacha bo'ladi. Bu yechimimiz bo'ladi. Tushundingmi? Keyingisi 15. 15-misolga qarasak, 3 x plus 2 katta yoki teng 4 x plus 2 plus 5. Hop, bunda ham o'sha oddiy tenglamalarni ishlaganday qilib ochib chiqib olamiz. Buni ichi havslardi. 3x plus 6 katta yoki teng 4x plus 8, to'g'rimi? Plus 5 ga. Shunda sonlarda noma'lumlarni bir tarafga, o'zgarmaslarni keyin boshqa tarafga, ya'ni o'ng tarafga o'tkaziladigan bo'lsak, nima bo'ladi? 3x minus 4x bo'ladi. Katta yoki teng 6 bu tarafga manfiy bo'lsa, minus 6 plus 8 ga 5 qo'shadigan bo'lsak, 13 bo'ladi. Shunda 3x dan minus 4x olib tashladigan bo'lsak, minus x katta yoki teng bizda 7 dan. Mana bu holda o'sha boya aytganimizdek manfiy ishora ta'sir qiladi. Sababi bu yerda minus 1 bor oldida. Tushundingmi? O'sha 1 bor, x ning oldida minus 1 koeffitsient bor, bu ko'rinmay turibdi, ya'ni. Demak, minus 1 ga ikkala tarafni bo'lib oladigan bo'lsak, bu tarafni bo'lishga o'tkaziladigan bo'lsak, x bo'ladi-da, ishorasi katta bo'lib turibdi, endi kichkinaga o'zgarib, tenglik ishorasi qolaveradi.
minus 7 ga bo'lib qoladi. Ya'ni 7 ni minusga bo'lsak, minus 7 ga. Endi sonlar o'qini chizadigan bo'lsak, sonlar o'qida minus 7 ni belgilaymiz. Minus 7 ni minus 7 dan ikkita oraliqqa ajraydi. Minus 7 dan kichkina bo'lgan sonlar qaysi tarafda joylashadi? Minus 8, minus 9 va hokazo bu tarafda joylashadi, to'g'rimi? Bu tarafda esa minus 7 dan katta bo'lgan sonlar joylashadi. Biz oladigan qiymatimiz minus 7 dan kichkina bo'lgan sonlar, ya'ni mana bu oraliq. Va minus 7 ni o'zi ham kiradi. O'shani bo'yab, mana qilib nuqta qilib bo'yab qo'yamiz. Shunda bizda minus cheksizlikdan minus 7 gacha bo'ladi. Minus 7 kiradi. Endi nimaga mana bu ishorasi o'zgarib qolganini topadigan bo'lsak, bizda x koeffitsiyentimiz boshida minus x edi-da, manfiy son 7 dan katta edi. Endi masalan, mana bu oraliqda manfiy sonni qo'yib ko'raylik, masalan 8 ni qo'yib ko'raylik. 8 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, mana bunimiz qiymati nima bo'ladi? 3 ko'paytirilgan minus 6, to'g'rimi? Ya'ni mana 3 ko'paytirilgan minus 6 katta yoki teng 4 ko'paytirilgan minus 6 24, to'g'rimi? Minus 24. Minus 24 ga 5 qo'shadigan bo'lsak, minus 19, to'g'rimi? Minus 19. Bu tarafimizda minus 18. Ya'ni minus 18 katta yoki teng minus 19 dan. Tushunarlimi? Ya'ni tengligimizni qanoatlantiradi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, doskaga yozib olishingiz mumkin. Demak, mana bu 3 ta misolni ko'ramiz. 20-misolga to'xtaladigan bo'lsak, bunda o'sha qavslarni ochib yuboramiz tenglikning katta tarafidagi. Shunda x kvadrat bu plus 2x minus 8 ko'rinishda ochiladi. Kichik yoki teng. Bunda ham x kvadrat minus x minus 20 ko'rinishda ochiladi. Kvadrat teng nima bo'ladi? Endi buni hammasini bir tarafga o'tkazib yuborsak ham bo'ladi boshida yokida x larni chap tarafga o'sha o'zgarmas sonlarni o'ng tarafga o'tkazsak bo'ladi. Birinchi bizda qulayligi sabab mana x kvadratdan qisqarishi hisobiga birinchi bo'lib noma'lumlarni chap tarafga o'zgarmas sonlarni esa o'ng tarafga o'tkazganimiz qulayroq. Shunda x kvadrat minus x kvadrat bo'lib o'tadi. Plus 2x bu minusimiz plus bo'lib o'tadi, plus x bo'ladi. Kichik yoki teng minus 20. Mana bu minus 8 bu tarafga plus bo'lib o'tadi, plus 8 bo'ladi. Shunda x kvadratlarimiz qisqarib ketadigan bo'lsa, 3x kichik yoki teng minus 12 dan bo'ladi. Bu aytganimda agar minus x ni oldida koeffitsiyenti bo'lmasa, ishora o'zligicha qolaveradi, faqat koeffitsiyent bo'lishga o'tkazaveramiz. Shunda x kichik yoki teng minus 4 dan bo'ladi. Buni sonlar o'qiga chizadigan bo'lsak, minus 4 ikkita oraliqqa bo'lamiz va minus 4 dan kichkina bo'lgan oraliqlar mana bu sonlar hisoblanadi. Ya'ni minus 5, minus 6, minus 7. Shu sababli mana bu oraliqni oladigan bo'lsak, minus cheksizlikdan minus 4 gacha bo'ladi-da, minus 4 ham kiradi. Sababi mana buni bo'yab oldik va tenglik ishoramiz bor. Ya'ni minus 8 ga minus 4 gacha. Tushunib bo'ldimi? Keyingisini 25-misol. 25-misolga qaraydigan bo'lsak, 25-misolimizda hammasida kasr bor, to'g'rimi? 2, 4, 2. Mana shu kasrlarni yo'q qilib yuborish uchun umumiy nima desa bo'ladi? EKK'sini olamizda. Ya'ni umumiy mahraj beraveraylik. Umumiy mahraj beradigan bo'lsak, umumiy mahrajimiz 4 bo'ladimi? To'g'ri, hammasiga ikkala tarafdan 4 ni ko'paytirib yuboraylik. 4 ni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, bunga ikkitadan, bunga bittadan, bunga ikkitadan bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mahrajni 4 ga keltiradigan bo'lsak. Mahrajini keltirib tashlab yuborsak bo'ladi. Tenglamada ham tengsizlikda ham o'z shunday qilsak bo'ladi. Endi 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 6x plus 10 katta yoki teng. Bu x plus 3 plus 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 10x plus 2. Endi bu aytganimizdek o'sha noma'lumlarni chap tarafga, o'zgarmas sonlarni o'ng tarafga o'tkazamiz. Shunda 11x bu tarafga o'tadigan bo'lsa 6x minus 11x bo'ladi. Kichik yoki teng, katta yoki teng. 10 bu tarafga o'tkazamiz. Mana bu yerda 5 bor, to'g'rimi? 5 minusda 10 bo'ladi. Shunda minusda 5x katta yoki teng minus 5. Bunda o'sha mana x oldida koeffitsiyentimiz bor. X oldida koeffitsiyentimiz minus bo'lgani uchun minusni bo'lish qilib o'tkaziladigan bo'lsak, mana bu ishora o'zgarib qoladi. Shunda x kichik yoki teng minus 5 ni minus 5 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 1 bo'ladi. Ya'ni x'imiz 1 dan kichkina yoki teng. Sonlar o'qiga qo'yib 1 deb yozamiz. Ikkita oraliqqa qo'yamiz, ya'ni ikkita oraliqimiz 1 dan katta sonlar va 1 dan kichik sonlar. Shunda 1 dan katta sonlarimizda emas, 1 dan kichkina sonlarni olamiz. Ya'ni 0, minus 1, minus 2 ketadi. Ya'ni bu oraliqda joylashadi sonlarimiz. Shu oraliqni bo'yab oladigan bo'lsak va 1 ham kiradi, chunki tenglik ishoramiz bor. Bizda yechimimiz minus cheksizlikdan 1 gacha bo'ladi.
Bu bizda yechimimiz shu ko'rinishda yoziladi. Mana bu ko'rinishda tashlab ketilsa ham hech nima qilmaydi, lekin testlarda boshqa joylarda mana bunaqa ko'rinishda ham yozib qo'yadi. Shuning uchun bu holda ham o'rganib qo'yish kerak. Demak, 30-misolga qaraymiz. 30-misolda ham shu oddiy ochib olamiz. Ya'ni o'sha kubinchi darajaga va kvadrat darajaga ko'tarib olamiz. Shunda ochadigan bo'lsak, x ning kubi plus 3x kvadrat plus 3x plus 1 bo'ladi. Plus 8 minus 3 ko'paytirilgan 2 ning kvadrati 4 ko'paytirilgan x bo'ladi. Plusda 3 ko'paytirilgan 2 ni o'zini yozamiz. Ko'paytirilgan x ning kvadrati minusda x ning kubi bo'ladi. Minus mana buni kvadratga oshiradigan bo'lsak 9x kvadrat. To'g'rimi? 9x kvadrat plus mana tashqaridagi qavs birato'la ochaveradigan bo'lsak, mana ishoradagi o'zgarib ketadi. Minus 6x minus 1 ko'rinishda bo'ladi va bu katta minus 7 dan bo'ladi. Tushundingmi? Endi soddalashtiradigan bo'lsak, bizda mana bu x kub bilan mana bu x kub qisqarib ketadi. 3x kvadrat bizda mana yerda 6x kvadrat bor, to'g'rimi? Ikkalasini yig'indisi 9x kvadrat beradi. To'g'rimi? 9x kvadrat beradi. Ha, avval soddalashtiraylik, keyin qisqartiradigan yana qisqartirsak bo'ladi. Mana bu yerda 3x bor. Bu 3x dan ayirib tashlaymiz 12x, to'g'rimi? 3 kira 12. Shunda minus 9x bo'ladimi? Xo'p, bu yerda 1 bor, bu yerda 8 bor. Shunda plus 9 bo'ladi. To'g'rimi? Plus 9. Minus 9x kvadrat minusda 6x minus 1 katta minus 7 dan bo'ladi. Demak, bunda ham 9x kvadrat qisqarib ketadi. Minus 9x minus 6x minus 15x bo'ladi. Bu plus 8 bo'ladi, kichkina minus 7 dan. Katta minus 7 dan. Shunda minus 15x bu tarafga ayirish bo'lib o'tsa, katta minus 15 dan bo'lib qoladi, to'g'rimi? Minus 7 dan minus 8 bo'ladi. Bu minus bo'lgani uchun boya aytganimdek x oldida faqat minus bo'lsa, bu tarafga bo'lishga o'tkazilsak, ishora o'zgarib qoladi-da. Kichik yoki teng 1 dan bo'lib qoladi. Kichikna 1 dan bo'lib qoladi, tenglik ishorasi yo'q. Shunda 1 da qo'yadigan bo'lsak, 1 dan o'ng tarafda katta sonlar yotadi, 1 dan chap tarafda kichkina sonlar yotadi. Shunda biz minus cheksizlikdan 1 gacha degan yechimni olamiz. Tushunarli bo'ldimi? Savollar yo'q bo'lsa, doskani yozib olamiz, keyingi misollarga o'tamiz. O'quvchilar, 35-misolda qaraymiz. Bunda o'sha tengsizliklar sistemasi, ya'ni tengsizliklar sistemasida nima qilishimiz kerak? O'sha tengsizlik sistemasida ham har bir tengsizlikni o'zini alohida ishlab olishimiz kerak. Ya'ni o'sha x ni topib olishimiz kerak, qaysi sondan katta yoki kichkinaligini. Xo'p, bizda 3x + 1 10 dan katta, 2x - 2 4 dan katta yoki teng, to'g'rimi? Shunda birinchi tengsizlikda va ikkinchi tengsizlikdagi o'zgarmas sonlarni o'ng tarafga, o'zgaruvchi ya'ni noma'lum sonlarni chap tarafga qoldiramiz. Ya'ni 3x katta 10 - 1 qilib o'tkazib yuboramiz. 2x katta yoki teng 4 + 2 qilib o'zgartiramiz. Shunda bu tengsizlik holda qoladi. Ya'ni bir vaqtni o'zida ikkala tengsizlikni ham qanoatlantiradigan javobni topishimiz kerak. Ya'ni x ni oralig'ini topishimiz kerak. Ya'ni o'sha boya intervalda topdik, masalan, intervalda topganimizda x ni masalan 7 dan katta bo'lib chiqib qolganda, bizda 7 dan cheksizlikkacha bo'lgan oraliq bor edi. Mana shu to'plam bor edi. Bu to'plam sonlar, to'g'rimi? Mana shu ichida nechtadir cheksizda son bor, to'g'rimi? Mana shu sonlar o'sha tenglamani yoki tengsizlikni qanoatlantiradi. Endi bu yerda shunaqa oraliq topishimiz kerak, mana shunga o'xshagan. Buni ham qanoatlantirish kerak. Ya'ni buni ham qanoatlantirish kerak. Shunda 3x katta 9 dan 2x katta yoki teng 3 dan 6 dan 2 bo'lib yuboramiz. Shunda bo'lishga o'tkazdiramiz ikkalasida ham. X katta 3 dan bo'lib qoladi. 9 3 ga bo'lsak, bunda x katta yoki teng 3 dan bo'lib qoladi bunda ham, to'g'rimi? Ya'ni ikkalasidan bir xil chiqib qoldi. Ba'zi hollarda har xil chiqib qoladi. Shu sababli endi mana shu yerda ham bitta nozik narsa bor. Masalan, endi mana shu yerda o'ylashimiz mumkin. X bitta oraliqqa kirsin deyapti, bitta oraliqqa kirmasin deyapti. To'g'rimi? Bitta oraliqqa kirsin, ya'ni 3 ga teng bo'lishi mumkin deyapti mana. Mana shuni belgilashni o'ylaylik-da hozir mana. Mana shu 3 bor, 2 ta oraliq bor. Bizda 3 dan katta sonlar,
To'g'rimi? 3 dan katta sonlar bu tarafda joylashadimi? Biz 3 dan cheksizlik olishimiz kerak, to'g'rimi? Lekin qarasak, bu yerda tenglik ishorasi ham bor. Mana shu tenglik ishorasi. Yo'q, qaranglar. Bunda tenglik ishorasi bor, bunda yo'q. Ya'ni bitta x'imizda aytayaptiki, senga 3 ta olsang bo'ladi, deyapti x ga. Ikkinchisi yo'q deyapti, olishim mumkin emas deyapti. Nima qilamiz shuni? Ikkalasini ham qanotlantiradigan qanaqa yechim bor? Ikkalasini qanotlantiradigan. X ni 3 ga teng bo'lmasligi. Ya'ni agar bittasi oraliqqa kirib, bitta oraliqqa kirmasa, biz kirmaydiganini olamiz. Chunki o'shanda ikkalasi ham qanotlantiradi. Masalan, 3 ta kirmaydiganini oldik-da, mana kirmaydiganini. 3 dan cheksizlikkacha belgiladik. 3 dan cheksizlikkacha belgiladik. To'r qo'yadigan bo'lsak, to'g'rimi? 3 dan kattasini to'r qo'ysak, buni ham qanotlantiradi, buni ham qanotlantiradi, to'g'rimi? 5 qo'ysak ham buni ham qanotlantiradi, buni ham qanotlantiradi. Lekin 3 qo'yadigan bo'lsak, mana bo'lib qoladi. 3 katta 3 bo'lib qoladi. 3 mana tenglik ishorasi bo'lgani uchun teng 3 ligini olamiz. 3 teng 3. Bizda mana 3 katta 3 qanotlantiradimi bizda teng nimani? Bu bo'shliq bilan bo'lib qoladi-da, qanotlantirmaydi. Demak, 3 javobi chiqib ketadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar ikkitalik tengsizlik kelib qolsa, bittasida tenglik ishorasi bo'lib turib, bittasida bo'lmasa, biz o'sha sonni olmay ketamiz. Ya'ni bittasiga kirib, bitta oraliqqa kirib, bitta oraliqqa kirmaydigan bo'lsa, biz ikkala oraliqlarni kirmaydigan qilib olib ketamiz. Kirmaydigan olib ketamiz. Tushunarlimi? Endi keyingi 40-misolga o'tamiz. Ya'ni bunda aytmoqchimanki, javobi 3 dan cheksizlikkacha bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni 3 kirmaydi, mana to'rtcha qavs qo'ymaymiz. 3 dan cheksizlikkacha, ya'ni 3 kirmaydigan qilib olib ketamiz oraliqni. Demak, 40-misolga qaraydigan bo'lsak, 40-misolimizda ham birinchi o'sha soddalashtirib olamiz, har doimgidek. Bu tarafda 2, bu tarafda 3, ikkalasiga umumiy mahraj beradigan bo'lsak 6 bo'ladi, to'g'rimi? Bunga 3 tadan, bunga esa 2 tadan beramiz. Va mana bu ikkinchi tengsizlikni shunchaki xlarni, qavslarni ochib yuboramiz. Shunda yuqoridagi tengsizlikda 3x plus 6 kichik yoki teng, kichik ishorasi, ya'ni katta tarafi qaysi tarafga turadigan bo'lsa, o'sha joy katta hisoblanadi. Shunda 2 ga ko'paytirsak 4x plus 2 bo'ladi. Ikkinchi tengsizligimizda esa qavslar ochib oladigan bo'lsak, 3x plus 3 plus 10x minus 15 bo'ladi. 15 minus 15, katta 8x minus 4 plus 2 dan. Sistema qilamiz. Xo'p, 4x ni bu tarafga ayruv qilib, 6 ni bu tarafga esa minus qilib teskari ishoraga o'zgartiramiz. 3x minus 4x, 3x minus 4x kichik yoki teng minus 6 plus x bo'ladi. Ya'ni endi pastdagi ikkinchi tengsizlikda ham xuddi shunday qilamiz. X ni bu tarafga o'tkazamiz. 3x ga 10x qo'shadigan bo'lsak 13x. Bu minusda 8x bo'lib o'tadi. Katta 3 ga minus 15 qo'shadigan bo'lsak minus 12. Minus 12 ni bu tarafga o'tkazirsak, mana bu minus 2 bo'ladi. Ya'ni minus 12 minus 2 ko'rinishda keladi. Bunda minus x kichik yoki teng minus 4 bo'ladi. Bunda 5x ikkinchi tengsizligimizda katta minus 14 bo'ladi. Qaysi? Minus 12 bizda plus bo'lib o'tish kerak edi, to'g'rimi? Plus bo'ladi. Mana bu esa 10 holiga keladi. 10 holiga keladi. Shunda bo'lish qilib o'tkazirsak, ishoramiz o'zgarib qoladi, to'g'rimi? Qarama-qarshisiga x katta yoki teng bo'lib qoladi-da, 4 bo'lib qoladi. Bunda x katta 2 dan bo'lib qoladi. To'g'rimi? X katta 2 dan. Endi son o'qitadigan bo'lsak, bunda endi mana bunaqa ko'rinishda qilsak bo'ladi. Ishlatganimizda chalg'imasligimiz uchun mana yerga 2 ni belgilab olamiz. Mana bu yerga esa 4 ni belgilab olamiz. Bizda 4 kiradi, ya'ni buni dumaloq olamiz. 2 esa kirmaydi. Buni ichi bo'sh olamiz. Tushundingmi? Shunda bizda x 2 dan katta deyapti, to'g'rimi? Ximiz 2 dan katta. 2 dan katta oraliqqa shunchaki strelka tortamiz. Mana qilib. Bu tarafini belgilab o'tishimiz shart emas. 2 dan katta oraliqda biz strelka tortamiz. Ikkinchisida ximiz 4 dan katta, to'g'rimi? 4 dan katta bo'lgan oraliqqa ham yana bitta strelka tortamiz. Endi 2 marta bo'yalgan soha qaysi bo'ladi bizda? Mana bu soha 1 marta bo'yaladi. Mana bu soha esa 2 marta bo'yaladi, to'g'rimi? 2 da ham 1 marta bo'yaladi, 4 da ham 1 marta bo'yaladi, to'g'rimi? Ya'ni 2 marta tushib qolyapti mana shu. 2 marta oraliqqa tushib qolyapti, ya'ni 4 dan katta bo'lgan sohada. Mana shu 2 marta bo'yalgan sohani olamiz. Tushundingmi? Mana bu 2 marta bo'yalgan sohani bunday qilib 2 marta bo'yaymizda. Ham 2 da ham shu taraf bo'yalib ketadi, ham 4 da ham shu taraf bo'yalib ketadi, to'g'rimi? Shunda 4 dan katta javoblar bo'ladi-da. Endi mana bu yerda boya ishoramiz bor edi-ku, bittasiga kiradi, bittasiga kirmaydi-ku. O'sha narsa ishlamaydi lekin bu yerda.
Sababi, masalan, 2 dan biz mana bu oraliqda olyapmiz, bu oraliqda 4 kiryapti. Mana tenglik ishorasi bor. Shuning uchun 4 da o'zini olib ketaveramiz. 4 dan cheksizlikkacha. Va 4 kiradi. Chunki mana 4 ni biz kiradigan oraliqda olganmiz. Ya'ni 4 ga teng bo'lishi kerak. Endi, masalan, 4 ni qo'yadigan bo'lsak, qanotlantiradi. Qaranglar. 4 teng 4 bo'ladi. Tenglik ishorasida 4 katta 2 bo'ladi. To'g'rimi? Ikkalasini ham qanotlantiryapti. 4 4 ga teng bo'lishi mumkin va 4 2 dan katta bo'lishi mumkin. Savollar yo'qmi? Ya'ni mana bu ikki marta bo'yalgan sohamizda, masalan, bir marta bo'yadik, 2 uchun bo'yadik. Ya'ni 2 dan katta bo'lgan oraliq uchun bo'yadik, bir marta bunaqasiga bo'yadik. Ikkinchi oraliqni 4 ni belgiladikda, 4 uchun ham katta bo'lgan oraliqni belgiladik. 4 uchun ham katta bo'lgan oraliq uchun yana bir marta shtrix tortadigan bo'lsak, bizda 2 marta ikkalasini ham qanotlantiradigan oraliq bizda o'sha 4 dan cheksizlikkacha bo'lgan oraliq bo'ladi. 2 dan cheksizlikkacha bo'ladigan oraliqni oladigan bo'lsak, ya'ni bir marta bo'yalgan sohani, mana bu yerda 3 bor-ku, 3. 3 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 3 4 dan katta bo'ladimi? Yo'q, demak, bu oraliq qanotlantirmasligiga ham yana bitta isbot. Asosan mana shu 2 marta bo'yalgan sohani olish kerak. Agar bo'yalmay qolsa, bu tenglamali sistemasi hech kimga ega bo'lmaydi. Tushundingmi? Demak, tosgani yozinglar. Demak, o'quvchilar, 45-misolga qaraymiz. 45-misolda ham xuddi o'shanday ikkala tarafdagi ikkala tengsizliklarni ham mahraj berib soddalashtirishni boshlaymiz. Ya'ni oddiygina soddalashtiramiz. Xo'p, bu ikkala tarafda ham soddalashtirishimiz uchun o'nga ko'paytirib yuborishimiz kerak. To'g'rimi? O'nga ko'paytirgan bo'lsak, bunga 2 tadan tushadi. Bunga bittadan beramiz. Bunga 2 tadan, bunga esa bittadan. Bu tarafda esa ikkala tarafni ham 6 ga ko'paytirib yuboramiz. Ya'ni bunga 6 tadan beramiz, bunga 2 tadan bo'lib qoladi, bunga 3 tadan beriladi. Va mahrajlarni tashlab yuboramiz. Shuni ko'paytiradigan bo'lsak, 6 plus 3x minus 1 katta yoki teng. 2 ga ko'paytirsak 4 minusda 2x minus 3 bo'ladi. Ikkinchi tengsizligimiz esa 6. Keling, shuni bunday teskarisiga yozaylik. Ya'ni tasavvur qiling, mana bu narsani bu tarafga o'tkazib, bunisini bu tarafga o'tkazirsak, x li ishora bo'ladi, mana tengsizlik ishorasi o'zgarmay qolaveradi masalan. Ya'ni bizda 6 katta edi-ku, 6 kattaligini bu tarafga qarab yozamiz. Ya'ni bunday. 2x minus 2 plus 3x plus 9 kichkina 6 dan. Ya'ni bu yerda 6 kattaligi bo'lib turibdi, bu yerda ham 6 katta, hech narsa o'zgargani yo'q. Faqat x ni bu tarafga o'tkazib, chap tarafga o'tkazirdik, o'zimizga ko'rinishga qulay bo'lishi uchun. Shunda hisoblaydigan bo'lsak, x larni bu tarafga o'tkazsak 5x bo'lib qoladi. X larni bu yoqqa o'tkazsak katta yoki teng 5, bu tarafda esa 1 bor. 1 minusda 5 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi bunisi, bu ikkalasi ham 5x. Bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 8, to'g'rimi? 8 kichik yoki teng 6 minus 8 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Endi bizda bu x soddalashtiradigan bo'lsak, x katta yoki teng, mana bu minus 4 bo'ladi, to'g'rimi? 5 ni bo'ladigan bo'lsak, minus 4 taqsim 5 bo'lib qoladi. Bu yerda x kichik yoki teng 5 ni bu tarafga o'tkazadigan bo'lsak, minus 2, to'g'rimi? Minus 2 bo'lib qilib o'tirsak, minus 2 taqsim 5 bo'ladi, to'g'rimi? Minus 4 taqsim 5 va minus 2 taqsim 5. Xo'p. Ya'ni o'sha agar sonda yozadigan bo'lsak, bu narsa minus 0.4 va minus 0.8 bo'ladi-da. Agar butun kasrda ishlashga qiynalsalaring, mana 10lik kasrga o'tkazib olsak bo'ladi, 10lik songa, butun songa. Shunda sonlar o'qiladigan bo'lsak, sonlar o'qilsak, bizda birinchi qaysi keladi? Minusda 0.4, to'g'rimi? Keyin undan kichkinasi minus 0.8. Shunda bizda aytayapti, minus 0.4 dan kichkina bo'lsin deyapti. Kichkina sonlar bu tarafda yoziladi, to'g'rimi? Chap tarafda. Va minus 4 taqsim minus 0.8 dan katta bo'lsin deyapti sonlar. X'imiz katta bo'lsin. Bu taraf katta bo'ladi. Bu aytgandek, tasavvur qilinglar, endi mana bu tarafni bir marta bo'yadik. 0.4 uchun, ya'ni minus 0.4 dan katta bo'lgan sonlar uchun, endi minus 0.8 dan kichkina sonlar. Bunday qilib kichkina sonlarni belgilasak, to'g'rimi? Bizda ikkalasi bo'yalgan shtrix soha mana bu soha, to'g'rimi? Ya'ni minus 0.8 dan minus 0.4 gacha. Minus 0.8 dan minus 0.4 gacha bo'ladi. Ikkala son ham qiymati kiradi. Sababi bizda ikkalasi ham tenglik ishorasi bor. Tushundingmi? Minus 0.8, minus 0.4. Demak, ikkala sonni ham masalan minus 0.8 qo'yib qo'ysak ham mana bu sonni qanotlantiradi, minus 0.4 qo'ysak ham bu ikkalasini qanotlantiradi. Tushundingmi? Demak,
50-misol bu qo'sh tengsizlik hisoblanadi. Ya'ni bitta tenglamani sonlar oralig'ida ko'ramiz. Ya'ni 3 dan katta va 12 dan kichkina bo'lgan qiymatlar oralig'ida ko'ramiz. Buni ishlashda turli xil usullardan foydalanishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, har bittasini alohida ishlashimiz mumkin. Masalan, 2 da mana bunday qilib. Buni soddalashtirib olaylik. 3 kichkina qavsarda so'raydigan bo'lsak, 2x + 14 minus 4 plus x bo'ladi. Kichikroq teng 12, to'g'rimi? 12. Endi bunda 3 kichkina, buni soddalashtirgan bo'lsak 3x nima bo'ladi? Plus 10 bo'ladi. Kichikroq teng 12. Bunda mana bunday qilib qilsak bo'ladi. Birinchi usuli, birinchi ishlashimiz. Shu turgan holda ifodalarni qilishimiz mumkin. Masalan, mana bu 10 ni ikkala tarafga ham ayirma qilib o'tkazib yuborsak bo'ladi. Ya'ni ikkala tarafdan ham uchalasidan ham 10 ni ayirib tashlasak bo'ladi. Masalan, bundan ham minus 10 qilishimiz mumkin. To'g'rimi? Bundan ham. Ya'ni bunday. 3 minusda 10 kichkina 3x plus 10 minus 10 kichikroq teng 12 minus 10 qilsak bo'ladi. Shunda 10lar yo'qolib ketadi-da. Bu shunday qonuniyatda ishlasak bo'ladi. Ya'ni bu narsa to'g'ri. Bu narsada xato bo'lib qolmaydi. Shunda hisoblaydigan bo'lsak minus 7 3x minus 7 dan kichkina 3x plus 3x dan minus 7 dan katta 3x kichkina 2 dan, to'g'rimi? Kichikroq teng 2 dan. Demak, endi uchala tarafni ham 3 ga bo'lib o'ramiz. Buni ham 3 ga bo'lib o'ramiz. Shunda nima bo'ladi? Minus 7 taqsim 3 kichkina x kichkina 2 taqsim 3 dan. Biz javobini yechimini topdik. Ya'ni minus 7 taqsim 3 dan 2 taqsim 3 gacha oraliq. Buni yozilishi bunday bo'ladi. Minus 7 taqsim 3 dan 2 taqsim 3 gacha. Bizda 2 taqsim 3 kiradi. Ya'ni tenglik ishorasi bor. Bu tarafda esa tenglik ishorasi yo'q. Tushundingmi? Bu tarafda tenglik ishorasi yo'q. Shunda bizda bu narsani masalan hisoblaydigan bo'lsak ham mana sonlar o'qiga qo'yib ham hisoblashimiz mumkin-da bu narsani. Masalan 2 taqsim 3 ni belgilaymiz va minus 7 taqsim 3 ni belgilaymiz. Bizda x'imiz 2 taqsim 3 dan kichkina bo'lgan oralikda va minus 7 taqsim 3 dan katta bo'lgan oralikda. Mana bu oralikda. Shunda mana bu minus 7 taqsim 3 kirmaydi, 2 taqsim 3 kiradi, ya'ni to'liq belgilaymiz. Bu birinchi usulda. Ikkinchi usul ham oddiy, o'sha hammasini alohida ishlaymiz. Masalan, biz 3x + 10 12 dan kichkina deb bir marta ishlaymiz. 3x + 10 kichikroq teng 12 dan deb bir marta ishlaymiz. Keyingisida 3x + 10 katta 3 dan deb ishlaymiz. Ya'ni mana buni. Mana buni bir marta olamiz, mana buni bir marta olamiz. Ikkita tengsizlikdan tengsizliklarni alohida ishlaymiz. Va bitta sistema qilib ishlaymiz o'shani. Tushundingmi? Bitta sistema qilib. Buni hisoblaydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Buni bu tarafga o'tkazirsam 3x kichikroq teng 2 dan bo'lib qoladi. Buni bu tarafga o'tkazadigan bo'lsam 3x katta minus 7 dan bo'lib qoladi. Shunda buni hisoblaydigan bo'lsam 2 ga bo'lib o'radigan bo'lsam, 3 ga bo'lib o'radigan bo'lsam 3 kichikroq teng 2 taqsim 3 dan x katta minus 7 taqsim 3 dan bo'ladi. Bu ham xuddi o'sha narsa. Ya'ni son o'qiga chizadigan bo'lsak, minus 7 taqsim 3 va 2 taqsim 3. Buni bunday emas. Katta oralikda kichkina oralikda chizsak bo'ladi. Masalan, minus 2 taqsim 3 dan kichkina, 2 taqsim 3 dan kichkina, minus 7 taqsim 3 dan katta. Mana bu ikkita oraliq bo'ladi, mana bu bo'yaladi, mana bu bo'yalmaydi. Bu ham mana bilan bir xil bo'ladi. Ba'zida buni sababi, buni aytib o'tganim sababi, ba'zida mana bunaqa chiroyli ko'rinishda turmasligi mumkin-da sonlar. O'sha tenglama chiroyli ko'rinishda turmasligi, ya'ni kattaroq son bo'lishi mumkin yoki taqsim ko'rinishda turgan bo'lishi mumkin. O'shanda chalg'ib qolmasliklaring uchun mana shunaqa agar ishlab ko'rsak ham bo'ladi mana bu usulda. Lekin asosiy mana bu usulda ishlaganlaring ham qulayroq. Sababi bu chalkashtirmaydi odamni. Mana bunda chalkashib ketib qolishlari mumkin. Tushundingmi? Tushunli bo'lgan bo'lsa, doskani bemalol yozasizlar bo'ladi. Demak, o'quvchilar 55-misolga qaraymiz. 55-misolimiz quyidagicha. Bunda ham o'sha boya aytganimdek alohida tengsizlik qilib, ya'ni tengsizlikni alohida ko'rib chiqaramiz, qulayroq. Sababi o'sha aytganimizdek, mana bu kvadratlar bo'lib ketadi, katta son turibdi. Bizda aniq sonlar emasda, lekin uni ham xuddi shu usulda ishlasak bo'ladi. Masalan, mayli o'shani men shu usulda ko'rib beraman. Ya'ni ikkala tarafda ham o'tkazib alohida emas, bitta tengsizlik ko'rinishida ko'rib beraman. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, ochib chiqadigan bo'lsak, x kvadrat plus 5x plus 6 bo'ladi. Kichikroq teng x kvadrat plus 4x plus 6 dan kichikroq teng x kvadrat plus 9x
plus 20 bo'ladi, to'g'rimi? Ko'pmasi 20 bo'ladi. Endi bunda qaraydigan bo'lsak, hammasi x kvadrat bor, to'g'rimi? Hammasidan x kvadratni ayirtashlaymiz. Ayirtashlaymiz. Shunda nima bo'ladi? 5x plus 6 kichik teng 4x plus 6 kichik teng 9x plus 20, to'g'rimi? 20. Endi bu holimizda bizda mana 5x bor, 4x bor, 9x bor, to'g'rimi? Bu x'larimizni qilishimiz kerak edi-ku. Shuning uchun mana buni alohida tengsizlik qilib ko'rsak ham qulayroq bo'ladi. Chalkashib ketmaymiz-da. Shunda 4x plus 6 kichik teng 9x plus 20 ko'ramiz. Bunda 4x plus 6 katta yoki teng. Chunki mana bu ishora 4x ga kattaligini isbotlab turibdi. Mana bundan 4x kattaligini isbotlab, faqat chaptirib turibdi. Shuning uchun 5x plus 6 bo'ladi. Buni sistemani ishlaydigan bo'lsak, x bu tarafga o'tkazamiz, minus 5x bo'lib qoladi. 9x dan ayirtsak, kichik teng minus 6 o'tadi. Minus 6 plus 20 bo'ladi. Bunda 4x bu tarafga o'tadigan bo'lsa 5x minus x bo'lib qoladi. Ayirib oladigan bo'lsak, 6 dan 6 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 0 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi sistemani hisoblaydigan bo'lsak, x hop, minus 6 ga 20 ni qo'shadigan bo'lsak, 14 5 ga bo'lib yuborsak, ya'ni minus 5 ga ishoramiz o'zgarib qoladimi? Katta yoki teng minus 14 taqsim 5 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Minus 14 taqsim 5. Endi bunda x imiz manfiy son turibdi oldida, to'g'ri? Manfiy qaysi? Minus 1 bor. Bo'lishga o'tkazadigan bo'lsak, ishora o'zgarib qoladi-da. X kichik yoki teng minus shartimiz 0 da o'zi bo'lib qoladi. To'g'rimi? Endi 14 dan katta, 0 dan kichkina. Sonlar o'qiga chizadigan bo'lsak, mana bu yerdan sonlar o'qini chizadigan bo'lsak, 0 ni belgilaymiz. Eng oldin turadiganni, chunki 0 birinchi keladi va minus 14 taqsim 5 ni belgilaymiz. Shunda bizda 0 dan kichkina, to'g'rimi? 0 kiritsak bo'ladi mana bunda. 0 dan kichkina. Mana bu oraliq bo'ladi. Bir martasiga ishtirok qilamiz 0 uchun. Keyingisida minus 15 taqsim minus 14 taqsim 5 dan katta sonlar. Bu tarafga chiqaramizda minus 14 taqsim 5 uchun bir marta ishtiroklaymiz. Bizda 2 marta ishtiroklangan soha bu minus 14 taqsim 5 dan 0 gacha qanotlantiradi. Ya'ni mana bu oraliq. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni o'rtasi mana bu minus 14 taqsim 5 ham 0 ham kiradi. Chunki ikkalasida ham bizda tenglik ishorasi bor. Tushundingmi? Bu shunday. Endi keyingisi mana bu 60-misolda aytayapti. Bu tengsizlikning natural yechimlar yig'indisini toping deb. Natural yechimlar yig'indisi. Buni ochib chiqadigan bo'lsak nima bo'ladi? 2x plus 3x minus 15 kichkina 8 dan, to'g'rimi? Hop, buni hisoblaydigan bo'lsak, bu ikkalasi 5x beradi. Kichkina bu tarafga o'tkazsa necha bo'ladi? 23 bo'ladimi? 23 bo'ladi. Shunda 5x kichkina bir to'la bo'lib olamiz, to'g'rimi? 23 taqsim 5 dan kichkina. Bu narsani natural yechimlari necha deyapti endi? 23 taqsim 5 bizda taxminan necha degani 23 taqsim 5? Natural son deb nimaga aytardik, to'g'rimi? Sanash ishlatadigan sonlarimizga aytardik. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 ga aytardik, to'g'rimi? Ya'ni 1 dan cheksizgacha bo'lgan sonlarga. Demak, mana bu yerda 0 da ham belgilab olamizda. Mana shu 0 bilan 23 taqsim 5 orasida nechta natural son borligini topishimiz kerak. Tushundingmi? Natural sonlar yana o'sha 1, 2, 3, 4, 5 larimiz. 23 taqsim 5 bizda necha degani taxminan? 23 taqsim 5imiz bu bizda 4,6 degan, to'g'rimi? 4,6 degani 23 taqsim 5imiz 4,6 degani. Demak bizda 4,6 dan oldin mana bu yerda 4 bor. To'g'rimi? Mana bu yerda 3 bor. Mana bu yerda 2 bor. Mana bu yerda 1 bor. Demak bizda 1, 2, 3, 4 ekan. Bizda bu tengsizligimizning natural yechimlari soni 4 ta. 4 ta, ya'ni ular 1, 2, 3 va 4 sonlari. Tushundingmi? Yig'indisini so'rasa, mana shu sonlarda shunchaki qo'shib qo'yamiz. Tushunarli bo'ldimi? Demak, doskani yozib olinglar. 63-misolga qaraymiz. Bu 63-misolda bizda natural yechimlar sonini so'rayapti, ya'ni natural yechimlar necha degan savolni beryapti. Bunda ham ochib chiqamiz. 9x kvadrat minusda 15 30 x plus 25 minusda bu o'sha qisqa ko'paytirish formulasiga chiqadi. 9x kvadrat plusda 64 bo'ladi, to'g'rimi?
Ya'ni mana manfiy ishora bilan 60 plyus bo'lib ketyapti. Noldan katta. Buni 9x kvadratlarimiz qisqarib ketadi. Shunda minusda 30x plyusda 25 ga 64 qo'shadigan bo'lsak, 89 bo'ladi. Katta 0 dan. Shunda minus 30x katta minus 89 dan bo'ladi. Shunda buni minus 30 ni bo'lish qilib o'tkazadigan bo'lsak, ishoramiz teskari qarama-qarshisiga o'zgarib qoladi va x imiz kichkina minus 89 ni 30 ga bo'lamiz. 89 ni taqsim 30 bo'lib qoladi. Bunda ham sonlar o'qiga chizadigan bo'lsak, sonlar o'qida 89 taqsim 30 ni belgilaymiz. Natural bo'lgani uchun 0 dan katta sonlar, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 bo'lgan sonlar topishimiz kerak. 89 taqsim 3 bizda taxminan nechiga teng degani? 2 butun nechidir, to'g'rimi? 2 butun taxminan 8 lar deylik. Taxminan 2 butun 8. Ya'ni 3 dan kichkina sonda, to'g'rimi? 3 dan 3 bo'lishi uchun 90 bo'lishi kerak, to'g'rimi? 90 ni 30 ga bo'lishimiz kerak. Shunda bizda undan kichkina butun son, natural son 2 bor, to'g'rimi? 2 butun nechidir? 2 bor, 1 bor. Bizda natural yechimlar sonini so'rayapti. Bu 2 ta bo'ladi. 2 ta bo'ladi. Ya'ni 1 bilan 2. Tushunarli bo'ldimi? 1 bilan 2. Xo'p, keyingisi 70-misolda bizda butun yechimlari yig'indisini so'rayapti. Tushunarli? Butun yechimlari yig'indisi. Butun son deb nimaga aytardik? Butun son deb ixtiyoriy minus 0, masalan, minus 0 emas, 0 va undan keyingi butun sonlar va undan orqadagi manfiy sonlar, ya'ni minus 1, minus 2 butunlari. Tushunarlimi? 1, 2, 3 butun degani ular chala qismi yo'qda, masalan 3/2 emasda, tushunarlimi? Butun sonlar. Xo'p, 0 ham kiradi bunga. Shunda bu qavsni oshiradigan bo'lsak, 2x minus 2 kichik yoki teng 6 dan 3x minus 6 katta yoki teng minus 3 dan. Bunda 2 ni bu tarafga o'tkazamiz, o'ng tarafga 2x kichik yoki teng 8 bo'lib qoladi. 3x katta yoki teng 3 bo'lib qoladi. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, x kichik yoki teng 4 dan, x katta yoki teng 1 dan, to'g'rimi? Bunda sonlar o'qiga chizadigan bo'lsak, bu tarafda 1, bu tarafda 4. Bizda 4 dan kichkina sonlar 4 uchun bir marta shtrixlaymiz va 1 dan katta sonlar 1 uchun ikkinchi marta shtrixlaymiz. Shunda ikkalasi shtrixlangan soha, 2 marta shtrixlangan soha, bu 1 bilan 4 oralig'i 1 ham kiradi va 4 ham kiradi. Bu 1 va 4. Bizda endi natural butun yechimlar yig'indisini so'raydi. Demak, hamma sonni qo'shamiz. 1 bilan 4 orasida nechta son bor? 1 bor, 2 bor, 3 bor, 4 bor, to'g'rimi? Mana shu hammasini qo'shadigan bo'lsak, ya'ni 1 plus 2 plus 3 plus 4 qiladigan bo'lsak, bu bizda 10 degani. Ya'ni butun yechimlar yig'indisi bizda bu misolda 10 ga teng ekan. Tushunarli bo'ldimi? Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, dotsani yozib olishingiz mumkin. 73-misolga qaraymiz. Bu misolda bizda eng katta tengsizlik qanotdan tushuvchi eng katta butun sonni so'rayapti. Demak, kvadratni ochib chiqadigan bo'lsak, x kvadrat plus 8x plus 16 minus x kvadrat plus 20x minus 100 bo'ladi. Bu kichik yoki teng 140 bo'ladi. Bizda x kvadratdan qisqarib ketadi. 8x ga 20 ni qo'shadigan bo'lsak, 28x 16 minus 100, to'g'rimi? Buni ikkalasini olib bersak, minus 84 bo'ladi. Minus 84 bu tarafga plyus bo'lib o'tadi-da, 224 bo'ladi, to'g'rimi? 224 bo'ladi. X teng 28 ni 224 ga bo'ladigan bo'lsak, 224 ni 28 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda bu 8 tadan bo'ladi. Ya'ni 28 8 ga bo'lsa 224 bo'ladi. Shunda bizda x 8 dan kichkina, to'g'rimi? Kichik yoki teng. Bizda bu tengsizlik qanotda turuvchi eng katta sonni so'rayapti. Bizda bu oralig'imiz 8 dan minus cheksizlikdan, to'g'rimi? Minus cheksizlikdan 8 gacha bo'ldimi? Bizda eng kattasi nima bo'ladi shunda? 8 bo'lib qoladi. Tengsizlikka qanoatlantiradigan eng katta butun son bizda 8 bo'ladi. Tushunarlimi? Chunki undan buyog'ida 7, 6 kichkina sonlar bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. 83-misolda, 83-misolda bizda n ning qanday qiymatida, n naturalning n ning qanday eng kichkina qiymatida bu sonimiz 2 xonali son bo'ladi. Ya'ni mana bu 8n plus 5 imiz 2 xonali son bo'ladi, deyapti. Tushundingmi? Xo'p, 2n plus 5 imiz 2 xonali son bo'lishi kerak. Ya'ni n ning qanday eng katta qiymatida, deyapti. Tushundingmi? N sonning qanday eng katta qiymatida. 8n plus 5 imiz
bizda ikki xonali son bo'lishi uchun nechidan kichkina bo'lishi kerak? Eng kattasi bo'lishi uchun. N'imiz eng katta bo'lishi uchun mana bu narsamiz 100 dan kichkina bo'lishi kerakmi? 100 dan kichkina bo'lishi uchun mana bu n'imizga necha berishimiz mumkin bo'ladi? Masalan, eng kattasini oladigan bo'lsak. 8n + 5 ni 8n + 5 ni biz 100 dan kichkina deylik. 100 dan kichkina deylik. Shunda 8n kichkina bo'ladi 95 dan, to'g'rimi? N'imiz kichkina bo'ladi 95 taqsim 8 dan. 95 taqsim 8 bizda nechaga teng bo'ladi? 95 taqsim 8 ga bo'ladigan bo'lsak, buning ichida bittadan 8, 15 va buning ichida bittadan 11 bo'ladi, to'g'rimi? Shunda bu 8. Qoldig'i bizga ahamiyatsiz, to'g'rimi? Masalan 7 bu yoq. Qoldig'i bizda qolishi ahamiyatsiz. Bizda mana shu endi o'zini qarasak. N'imiz demak 11 dan 11 butun nechidir sondan kichkina, to'g'rimi? Undan kichkina bo'lgan eng katta son bu 11 hisoblanadi, to'g'rimi? Sonlar o'qidi. Demak bizga n maksimum 11 bera olar ekanmiz. Shunda n 11 beradigan bo'lsak, bu 88 bo'ladi. 88 ga 5 qo'shadigan bo'lsak necha bo'ladi? 93 bo'ladi, to'g'rimi? 93 bo'ladi. 93 bu ikki xonali son. Agar n ga 12 bera oladigan bo'lsak, bu 96 bo'ladi. 96 ga 5 qo'shadigan bo'lsak, уже 101 bo'ladi. 3 xonali son bo'lib ketadi. Tushundingmi? Demak, bu sonimiz ikki xonali bo'lishi uchun eng katta 11 qo'shimiz mumkin.